Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun matematika o'qitish metodikasi fanidan nomanfiy butun sonlar ustida arifmetik amallarni o'rgatish metodikasining umumiy masalalari mavzusida dars mashg'ulotini olib boramiz. Darsimiz rejasi quyidagilardan iborat. Arifmetik amallarni o'rganish metodikasi, o'nlik mavzusida arifmetik amallarni o'rganish va o'n ichida qo'shish, ayirish, yuzlik mavzusida arifmetik amallarni o'rganishdan iborat. Demak, o'nlik mavzusida arifmetik amallarni o'rganish metodikasi bu o'quvchilarda og'zaki va yozma hisoblash ko'nikmalarini tarkib toptirish matematika dasturining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Arifmetik amallarni o'rganishdan oldin o'quvchilar ongiga uning ma'nosini yetkazish kerak. Bu vazifa turli xil amalli ishlarni bajarish asosida o'tkaziladi. Masalan, o'nlik mavzusini qo'shish, ayirish amallarining ma'nosi ikki to'plam elementlarni birlashtirish va to'plamdan uning qismlarini ajratish kabi amaliy amallar yordamida olib boriladi. O'nlik mavzusida arifmetik amallarni bir necha bosqichlarga bo'lib o'rganamiz. Demak, birinchi bosqich bu tayyorgarlik bosqichi hisoblanadi. Bu bosqichda qo'shish va ayirish amalining aniq mazmunini ochish, qo'shib bir ko'rinishdagi qo'shish va ayirish misollari yordamida ko'ramiz. Bu ish 1 va 10 ichida sonlarni o'rganishga bag'ishlangan hisoblanadi. Bunda ikki to'plamning birlashmasiga doir va to'la qismni ajratishga doir yetarli mashq bajaradilar. Nomerlashni o'rgatish jarayonida birinchi o'rindagi va keyingi sondagi birni ayirishdan hosil bo'lishi, shu bilan sonlar ko'rinishidagi misollar uchun jadval tuziladi. Birinchi darsimizda yo'q o'quvchilarga 1 ayirib 1 0, 0 qo'shib 1 barobar 1 ko'rinishidagi amallarga to'xtalamiz. Ikkinchi bosqichda esa a qo'shib 2, a qo'shib 3, a qo'shib 4 ko'rinishdagi misollar uchun hisoblash usullari bilan tanishtiramiz. Bu misollarning har biri uchun taxminan bir xil quyidagi rejalarni tuzib olamiz. Birinchisi, tayyorgarlik sifatida sonlarni ikki qo'shiluvchiga ajratish va qo'shish hamda ayirish jadvallari takrorlanadi. Ikkinchi navbatda sonni qismlar bo'yicha qo'shish va ayirish usullari bilan tanishtiramiz. Uchinchi navbatda yangi bilimlarni mustahkamlab va ularni qo'llaymiz. To'rtinchisida esa qo'shish va ayirish jadvallarini eslab qolishga doir misollar bajaramiz. Uchinchi bosqich a qo'shib 6, a qo'shib 7, a qo'shilgan 9 ko'rinishdagi misollar uchun hisoblash usullari bilan tanishtiramiz. Bu ishlarni bajarish jarayonida ham oldingilaridek bajarilib, qo'shiluvchi, yig'indi so'zlari bilan o'quvchilarni tanishtiramiz. O'quvchilarga tushunarli bo'lishi uchun quyidagi jadvallarni o'rgatish mumkin. Arifmetik amallarni o'rganishda o'qituvchi oldida turgan asosiy maqsadlar quyidagilardan iborat. 1. Qo'shish va ayirish amallarining mazmuni bilan tanishtirish. 2. Hisoblash usullari ongli foydalanishini ta'minlashning o'zi ham 3 ga bo'linadi. A. Son qismlari bo'yicha bittalab qo'shish ayirish usuli, yig'indini o'rnini almashtirish xossasidan foydalanib qo'shish, sonlarni ayirishda qo'shish amalidan, ya'ni noma'lum komponentni topishdan foydalanish, 10 ichida qo'shish ayirish avtomatizmga yetkazish. Yuzlik mavzusida arifmetik amallarni o'rganish degani bu birinchi navbatda 100 ichida qo'shish ayirishni tushunamiz. 100 ichida qo'shish ayirish biz bilamizki 10 dan 100 gacha bo'lgan sonlar ichida qo'shish ayirish tushuniladi. Ikkinchi 100 ichida ko'paytirish bo'lish. Bu 10 dan 100 gacha bo'lgan sonlar ichida ko'paytirish bo'lish tushuniladi. Ko'paytirish va bo'lish jadvali bilan ishlash. Biz bilamizki, ko'paytirish va bo'lish jadvalini ishlash boshlang'ich sinfning 2-sinfidan boshlanadi. 100 ichida qo'shish va ayirishga yana
Qaytamiz. Mavzuda amallarni o'rgatish bilan birga birinchi sinfda sonni yig'indiga qo'shish va yig'indini songa qo'shish, sonni yig'indidan ayirish va yig'indini ayirish xossalari. Ikkinchi sinfda esa yig'indini yig'indiga qo'shish va yig'indini ayirish xossalari qaraladi. Bu xossalarni va tegishli hisoblash usullarini ochib berishda avval tayyorgarlik ishini bajarish kerak. Natijada o'quvchilar sonlar yig'indisi va sonlar ayirmasi kabi matematik ifodalarni o'zlashtirishadi. Qo'sh tengliklar, 1 va 2 amalli ifodalarni qavslar yordamida yozishni o'rganadilar. Ikki xonali sonlarni o'nlik va birlik yordamida yoza oladilar. Yig'indi ayirma tushunchalari bilan 4 qo'shib 3 barobar 7, 7 ayirib 4 qo'shib 3 kabi misollar yechishga tanishadilar. 10 ichida qo'shish ayirishdan-o'q 5 qo'shib 4 barobar 5 qo'shilgan 2, 2 qo'shilgan 2 barobar 9. Keyingi navbatda 8 ayrilgan 3, 8 ayrilgan 1, 1 ayrilgan 2 barobar 5 kabi qo'shish tengliklarini ishlatib, qo'shish va ayirishning turli ko'rinishlarini yoza oladilar. 100 ichida ko'paytirish va bo'lishga to'xtalamiz. O'qituvchi dars o'tishda quyidagi vazifalarni bajarishi zarur. Birinchi navbatda ko'paytirish va bo'lish amallarini ma'nosi bilan tanishtirish. Ko'paytirishning o'rin almashtirish, gruppalash va ko'paytirishning qo'shishga nisbatan tarqatish, qavslarni ochish xossalarini tushuntirish. Ko'paytirish jadvalini o'rgatish. Jadvaldan tashqari ko'paytirish bo'lishni o'rgatish. 0 ga ko'paytirish, 1 ga ko'paytirish va bo'lish va qoldiqli bo'lish kabidir. 100 ichida ko'paytirish va bo'lishni bir necha bosqichga bo'lib o'rganamiz. Shu bilan birgalikda 10 ichida, 100 ichida qo'shish va ko'paytirish va bo'lishlarni ushbu mavzumizga o'rganib boramiz. Xulosa qilib shuni aytamizki, tayyorgarlik bosqichi 100 ichida ko'paytirish va bo'lish 2-chi sinfda o'qitilar ekan, ammo tayyorgarlik davri 1-sinfdan boshlanar ekan. O'qituvchi dars o'tishda quyidagi vazifalarga amal qilishi kerak. O'qituvchi dars o'tishda avvalambor o'quvchiga nomerlashga doir misollar yechiladi, qo'shish, ayirish bilan o'rgatilib boriladi. Yil oxirida kelib o'quvchilarda sonlarning tarkiblari haqida bilim ortadi va kengayadi. Bu esa bir xil topshiriqlarni bajarishga imkon beradi. Nomerlashga bog'liq holda sanash orqali qo'shish va ayirish o'rgatilib boriladi. 2-sinf boshida 1-sinfdagi misollardan murakkabroq misollar unga bog'lab tushuntiriladi. Yil oxiriga kelib o'quvchilarda sonlarning tarkiblari haqida bilim ortadi va kengayadi. Bu esa bir xil topshiriqlarni bajarish imkonini beradi.